Shu joyda xato qilmadingizmikin deb qo'yaman aka. Mashinani yangi olibsiz. 48 kilometr salondan chiqqan, bizaga olib kelgansiz. Bundan oldin birinchi bo'lib uyga kirib, onaxonga bitta ko'rsatib turib, mashinani olganingiz, bitta duolarni olib keyin olib kelganingiz yaxshi emasmi deb qo'yaman. Mayli, unisi o'z yo'liga biza bu yangi olib qo'ygan Cobalt avtomobilimizdagi nima ishlar qilayotganini siz bilan video davomida ko'rib chiqamiz. Qilayotgan ishlarni sizga sanab o'taman. Taxminan akam necha pulli boshini yeganlarini izohlarda yozib qoldirasiz. Mashinamizga Malibu 2 bar ustonovka qilamiz. Full variantida $240 ga aylanadi. Full variantida shumizatsiya bo'ldi. Cobaltga bu narsa juda zarur, juda muhim. Full variantida shumizatsiyamiz $450 ga aylandi. O'zini zavodskoy ruliga knopka ustonovka qilib berdik. Bemalol cruise control yoqib ketsalar bo'ladi. 40 tezlikdan keyin shunday gazdan yona oladilar. Dalillar yurganlarda maza qilib ishlatadi. Mayt upravleniyalar ishlagan. O'zini shtatniy pultni zavod qiladiganlar qo'yib berganmiz. Tablolarda sudachilarni qilib beryapmiz. Mashinamizga tonirovka, laminatsiya, chexol ustonovka qildik, polik qo'yib berdik. Xullas jarayonlar avjida ketyapti. Общий hisobda taxminan $1000 ga yetar etmas menimcha rasxod bo'ldi общий hisobda. Agar sizga ham Cobaltingiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol olib kelsangiz chiroyli qilib mana shunaqa ishlarni bitkazib beramiz. Xudo xolisa sizni ham 50 hafta tuningizni kutib qolamiz. Bu videoni Cobalt bordan sizga yuborib qo'yamiz. Salomat bo'ling.